فرح كاين حد بيناتنا واش داكشي غير في بالي ملي كنشوفو هادشي حبيبي ودانا كاين حد بيناتنا واش داكشي غير في بالي ملي كنشوفو اش المشكلة اللي فات مشينا لهاد الحفلة ما بقاش عام Tushunmagan bo'lsangiz mendan so'rang, men aytaman sizga. Saunani effektini zo'r beradi. Patsientdan so'rab turamiz, kuyyaptim, kuymayaptim. Tushunyapsizlarmi, tushunmayapsizlarmi? Qani sochig'imiz, bering. Kam ketadimi, qancha ketadi, mana o'zingizdan bilib oling mana shu ketishini. Mana mash jarayoni birinchisi badanga borishi qiyinroq bo'ladi, chunki nam sochiqlarimiz isib olishi kerak. Shunaqa bo'shashtirib beradi, ham stressda, tonusda yuradi bir xilla. Shunaqa bo'shashtirib beradi, mazza bo'ladi. Ana spalning ustida qolib, men qo'rqib ketdimman. Siz bilan chiqishadi. Bering. Yaxshimisiz? Suv bormayaptimi? Ha? Agar olovingiz o'chishni boshlasa, mana bunaqasidan bersangiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, уже 1 minutga ketyapti vaqt. Yaxshimi? Kuymayaptimi? Komfortli emas bu. Ko'rdingizmi? Yondirib yuboradi. Mana ham terini kuydirib tashlayman. Sauna. Negativlar noto'g'ri o'ylamalaringmi? Erkak kishiman. Yo'q, unaqa demang. Qayta beradi, ya'ni yengil massaj qiladi. Ayniqsa bu olovlidan keyin qiladigan bo'lsa, bu ustiga alonur bo'ladi. Qotganimizda pochka tomonlarga yengilroq urib o'tib ketamiz va mana yelkaga kelganda boshqacharoq urinadi. Massajistga bo'lsangiz, boshqa yoq ham ishlatsangiz bo'ladi. Bo'ldi, o'zgartiring. Achchiq bodom bo'lmaydi. Hadisiz ketdi bu yog'i mana. Bu yog'i ham ketdi. Boldiriga qarab ketaveradi. Limfaga urilmaydi. Shunaqa sportivniy bolalar kelib qolsa, qo'lingizni charchatib o'tirmaysizda, buni yengil mana bunaqa massajlar qilishingizga zo'r. Bittadan mana muskullarni ochib, qizartirib, bo'shashtirib beradi. Mana bunaqangi bo'yinlarni ochish uchun ishlatiladi. Qo'l borib qo'yasiz yo'q. Ha, bular zakazga kelgan. Qo'yasiz, qistirasiz bo'ldi. Xonada обязательно esingizdan chiqmasa, rakvina bo'lsin. Boshlaymiz. Bismillah deb. Xo'p, ketdi. Ha, olovli hijomat mashinasi. Juda tez ishlash kerak. Zo'r qo'yish kerak. Bu foydasi juda zo'r buni. Mana shamollashlar bo'ladi-yu, вообще zo'r. Absolutni cho'tga ochib beradi. Yaxshimisiz? Hozir aytaman hozir. Yosh bolaga mana bunaqa kichkinasidan qilasiz. Qilib bo'lganimizdan keyin buni ustini обязательно yopiladi. Hop, olishda mana to'g'ridan-to'g'ri tortsangiz chiqmaydi. Mana ushlaymiz-da. Olinglar. Kuydirsangiz, qarang. Mana bu tiqqaningizni olasiz-ku, mana shundoq bossangiz, mana buni kuydirib yuboradi. Bitta qilasiz bo'ldi mana. Buni ushlab turib qo'ymaysiz. Temir bo'lsa ham, shisha bo'lsa ham, bambuk bo'lsa ham kuyib ketadi mana. Mana buni qo'ysangiz, bu двойной kuyadi. Yaxshimisiz? Boshingiz qo'yib yubordimi? Qilib bo'lganingizdan keyin, mana buni yopishtirib bo'lganingizdan keyin, mana yopishtirdingizmi? Yopishtirib bo'lganingizdan keyin, yaxshimisiz? Turing deganingizdan keyin bu elchi narsasini ham qilishga harakat qiling. Agar zajimingiz bitta bo'lsa, o'zi ko'paytirib qo'yish kerak. Qo'yib turing. Oldin siz bilan gaplashib oling, nima bo'lyapti? Tayyor turibdi. Ana yolg'ondan ursangiz chiqib ketadi bunda. Oldik. Qaysi tomonni qilardik? Yo'q, cho'tki. Pastroygin boshingizni. Mana ko'rsangiz, уже qon svetlanib tushyapti, mana svetli bo'lib. Mana bardoviy mana birinchisi, keyingilari mana och bo'lib tushyapti. Nega deylar? Cho'chib yuborasiz. Cho'chib yubormayman deyman. Unaqa nega deylar ko'zimga qarab. Tomirlari kattaroq, o'zi kattaroq qilgan bo'lardi. Bunga sal kattaroq qilish kerak. Buni-chi, qarang, mana bu qarat mushlab olish kerak emas. Cherting. Mana xalaqit qilyapti o'z qo'lingizga. Ha, mana shunaqa. Yaxshimisiz? Bo'shashlar yo'q? Yig'lagim kelyapti. Qarang, sukut saqlayapmiz. Tomirlari kattaroq, o'zi kattaroq qilgan bo'lardi. Davay, hamma ol deyolmayman mana. Yilning eng omadli erkagi. Mabodo qon sekinroq chiqadigan bo'lsa, mana chiqarish kerak. Ha, mana shunaqa. Bu men qilyapman hozir, bu siqmayapti. Yo'q, cho'tki. Hop, mashalloh, zo'r. Mana bu ot beradi, napor bilan ot beradi. Qaltiramaydi. Kesishdan qaltiramayapti. Menda shunaqa o'zi qo'lim qaltiraydi. Da. Bo'l. Endichi buni tomirni qila olmasangiz ham uyatda. Yaxshimisiz? Boshingiz qo'yib yubordimi?
Mana aytdim-a, yo'qmasam. Pastdan ushlaymiz. Qat ushlab olish kerak emas. To'g'ri ushlang. Bunga sal kattaroq qilish kerak. Zo'r. Hozir yonini. Tushundingizmi? Davay. Meni endi. Bu 3 ta odam qarash. Mana buni yopishtirib bo'lganingizdan keyin eng kami 2 oy. Xo'p, nima qilamiz? Bunaqa cho'lkali bo'lsa, cho'lka uzun bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsiz, tayyor turibdi. Agar zajimiz bitta bo'lsa, qaysi tomonni qilardik? Mana ko'rsanglar, уже qon svetlanib tushyapti. Quloqlarim ochilib ketdi. Ko'zim qorong'ilashib turdi, srazi yarki bo'lib o'chirdi. Oriyalarim ochilib, ko'zlarim ochilib, o'zim zo'r his qildim. Amaliyot qildik. Chertma hijomat ko'rinishdan juda ham osonga o'xshaydi, lekin umuman unaqa emas. Tomir yoraveradi. U narsa bo'lmaydi. Bitta qilish kerak, zo'r qilish kerak. Rostdan ham eng zo'ri ekan. Hammaga tavsiya qilaman, eng zo'r tanlov bo'ladi. Bunaqa kursligini bilganimda baxtliroq kelib o'qirdim. Eng zo'r bilimlar Rahmatulloh Hijomida. Assalomu alaykum azizlar, aziz bizani kuzatuvchilar. Bugun va nihoyat yana bir guruhimiz tugadi.